Go'sht do'konida shunday voqea ro'y berdi. Qassob yigit mijozlari ko'pligidan xursand bo'libmi, nimalardir hirgoya qilib qo'liga tegmay go'sht tortayotdi. Shu payt bir ayol keldi-yu, qo'lidagi yelim xaltani rastaga qarab otdi va: noinsof, birovning haqqini yeyishga uyalmaysanmi?" dedi kuyunib. "Ha, onaxon, tinchlikmi? Nima bo'ldi?" dedi yigit ham baqirayib. "Bilib turib bilmaslikka oladi-ya tag'in. Bergan go'shtning 200 gram kam chiqdi-ku. Hozir nazorat tarozisiga torttirib ko'rdim. Hammadan shuncha gramlab urib qolaversang, jig'ildoningdan teshib chiqmaydimi?" dedi haligi ayol alamzadalik bilan. "Hozir hammasini to'g'rilaymiz", deb qassob yigit yelim xaltadagi go'shtni taroziga qo'yib, ustiga bir bo'lak go'sht tashladi-da ayolga uzatdi. "Uzr onaxon, adashibman", dedi hech narsa bo'lmaganday. Yana ishida davom etdi. Bu noqulay vaziyatni kuzatib turgan mijozlardan biri sekin boshqa do'konga qarab yo'l oldi. Navbati kelgan keksa bir onaxon: "O'g'lim, xamir ovqatga insof bilan 1 kilo tortgin", dedi. "Xo'p onaxon", dedi-yu qassob bir bo'lak qoq suyakni tarozi pallasiga qo'yib, ustiga onaxon tanlagan lahm go'shtni bosdi. 1 kilo 200 gram. "Onajon, olaverasizmi?" dedi muloyimlik bilan. "Voy bolam, shu qoq suyakni olib tashla, 1 kilosi ham yetadi", dedi. Nima deyapsiz onaxon? Hammaga lahm beraversam, suyaklarni kimga sotaman? Mening ham tirikchiligim bor. Hech kim meni tushunmaydi. Men ham bu qoq suyakni nima qilaman bolam? Itga tashlaymanmi?" dedi ayol. Onaxon: "Qassob jahl bilan suyaksiz go'sht sotmayman sizga, boring, boshqa do'kondan oling", dedi. Shunda onaxon yana gapirishga og'iz juftlagan edi, bor deb sensirab yubordi. Voqeani kuzatib turgan o'rta yoshlardagi bir xaridor: "Uka, bu nima qilganing? Onaxonga tekinga go'sht bermayapsan shekilli. Onang tengi ayolab, hayf senga, qassobchilik orqasidan tirikchilik ko'ryapsanmi? Muomalangni tuzat. Qani og'aynilar, bunday noinsofdan hech kim go'sht olmasin", deb nari ketdi. Boshqalar ham unga ergashdi.